Ko'pchilik yosh reproduktologlar uncha e'tibor bermaydigan, lekin ularni ish natijalarini bir necha barobarga oshirib bera olishi mumkin bo'lgan 3 ta omil haqida bugun gaplashamiz. Birinchi omillardan bu shifokorlar faqatgina patsientni analizlari va ultratovush tekshiruvi natijalariga emas, balki ularni hayot tarziga, nima yeyishyapti, nima ichishyapti, qanaqa kasbga egasi, soat nechida uxlashadi, uyquni sifati va hokazo omillarga e'tibor qaratishinglarni tavsiya etardim. Ikkinchi omil bu patsientni muammosiga ruhiy siz ham qiziqayotganingizni ko'rsatishingiz kerak. Ayniqsa bizani reproduktologiya sohada kelgan patsientlar hech kimga aytmagan sir asrorlarini siz bilan bo'lishishadi va ularni rezultatligi, ularni farzandli bo'lishlari siz uchun ham qiziqligini buni ochiq-oydin patsientingizga ko'rsatishingizni tavsiya etgan bo'lardim. Va uchinchisi, eng muhim omil bu o'zingizni ishingizni audit qilishingiz. Masalan, patsientning anketasini olib, albatta ochib ko'ring, bu patsientga nima deb diagnoz qo'ygan edingiz, qanaqa dori-darmonlar, qanaqa tavsiyalar bergan edingiz va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin положительный, ya'ni homilador bo'lgan rezultatlaringizni, natijalaringizni olganingizda o'zingizni ichki metodlaringiz chiqisha boshlaydi. Ya'ni bu narsalardan keyin homiladorlarimiz soni ko'proq bo'lyapti. Bunaqa narsa qilganimdan keyin uncha o'zgarish bo'lmayapti degan o'zingizni tajribangizga ega bo'lasiz va bu eng qimmatlisi sanaladi.